Aziz aka, bolorlarimiz qanchadan bo'lyapti xudo xolasa? Xo'p, marhamat, bolorlarni tanishtiraman sizga. 4 metrli bolor, 11ligi, diametri 11ligi, buni 125 dan qilib beramiz. Kelishtirilgan narxida bolorlarimiz tekis, chiroyli, hammasini o'zingiz tanlab ko'rib olish imkoniyatiga egasiz. Bizda yordamchilarimiz sizga yordam berib, yuklab berishadi. Hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli obunachilarimiz, xudo xolasa bugun Samarqand viloyati Nurobod tumani Nurbuloq shaharchamiz sentrdan chiqishdagi yuksalish to'yxonamiz joylashgan. Shuni oldidan taxta bazani sizlarga narxlarni qisqaroq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Har hafta bo'ladigan juma mol bozorimiz oldida joylashgan akalar. Bu yog'i Nurobod shahri Qarshi yo'liga chiqib ketish yo'li ko'pchilik. Mana 10li ham bolorimiz bor. 10lida narxi 102 qilib beramiz, kelishtirilgani. Bemalol kelsangiz, ko'rsangiz bo'ladi buni ham. Hammasi rossiyskiy, sasna, oldin orqasi bir tekis silliqqina bolor. Mana 12liklari bor, 12lilarni ham kelishtirilgan holatlari bor. Mana 153 dan sotyapmiz. Ko'p olganlarga 148 qilib beriladi. Qarang, bizning obunachilarga yana ham tushirib beraveramizmi? Narxini, ha, xudo xolasa. Kesinlar, Elyor o'zidan desalar, xudo xolasa kelishtirib chiroyli narx qilib beramiz. Bu yuklarimiz ham kelgan, mana katta kamizda akalar. Elyor aka, mana qisqacha buni ham tanishtirib o'tamiz. Har xil razmerda mana taxtalarimiz, strapeyalarimiz keldi, dimovka, strapeyalar. Buni nasib bo'lsa ertaga shunday qo'yamiz, hammasini taxlaymiz. Undan keyin chiroyli narxlarni aytib tanishtirib chiqamiz, xudo xolasa. Bundan keyin yana bitta mashinamiz kelyapti, yana yukimiz kelyapti, xudo xolasa. Uni ham qisqacha qilib tanishtirib o'tamiz. Sement 790 dan sotyapmiz, ortib berilishi bilan. Sement Katta Qo'rg'onniki, sifati zo'r. Respublika bo'yicha hozir nomer 1 desa ham bo'laveradi. Xo'p aka, mana shipirlarimiz ham keldi. Sifati juda ham yaxshi aka. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Har bir donasiga javob beramiz. Har bir donasiga garantiyasi bor. Agar sinadigan bo'lsa, navodaki, avvalo unaqa bo'lmaydi. Sinadigan bo'lsa, boshma-bosh almashtirib beriladi aka. Shipirimiz narxlari 50 ming so'mdan chiqyapti. Sement ko'tarildi, lekin shipirni ko'tarilgani yo'q. Ana shu yutug'i. Mana temirlarimiz ham keldi. Har xil razmerda. Profil deysizmi, turba deysizmi, armatura, uголник, stashka, setka, bu yoqda bayok, oxir, lisalar, xullas hamma narsamiz bor. Temir mahsulotlarimiz uchun ham kelsanglar, nasib bo'lsa chiroyli narx qilib beramiz.